Taranç kelin deb taranç kelin yeni geldi. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranç kelin Muyassardan hammanglarga o'ttiq salomlar olsun. Qandaroq o'tkazdinglar bugungi oshq mashqlar bayramini qizlar? Endi bu alabriyaga opamag'an ekan o'zimiz tasalli berdik qo'jinim ballar. Nim bay Muyassar bugungi kunda talada po'qni so'yitib qo'yibdi qistaqistanda odamlarning orasida dasilib, undan tala jurganlarga uyda o'tirib, siqna, mashinaga o'tirib, bosh haqlar yuraklarning yaxshi deb o'tirib, sizlarga mas'ul bo'lib, yuraklardim juma qizlar men. Bo'lmasa hammanglarning o'yinligini kim ko'rdi deyman. Men uyda o'tirib ko'rib, sizlarga yuraklardim. Shunga bugungi men ashtamaqatga filmlarimga yurak vermaydigan bo'lsanglar, qattiq ranjib ketaman juma qizlar. Oshq mashqlar bayramini manda oddiy o'tkazsanglar bo'laverdik. Shunda payz o'tkazdik degan bizmi. Unda vlogimni oxiriga yetib ko'ringlar juma. Hamma vlogning oxirida yo'lishim bilan so'qish ketirgan yerlarim bor, texnik meniki. Şu oxiriga yetib ko'msanglar bo'lmaydi. Endi bugun oshq mashqlar bayramiga do'stlar, men filmni bir kun kechiktirmay emasmi? Shuni oshq mashqlar bayrami kuni bergan ovozim juma ma o. Men 15-soat chiqar qoldi demanglar, bir kun kechiktirib chiqirma tatib olib, atis ovoz bermaymizmi? Shu hisobda bugun endi oshq mashqlar bayramiga shuni bilan nimitama deb o'ylab, qaynopamning uyina chiqdimda, "Apa nimetimiz bugun oshq mashqlar bayramiga" desam, "Voy, balam unda bo'lsa, umdiroq tamoq etib, hamda mungdishib o'tirayli" dedi. Shuni bilan "Ha bo'ladi" deb payz tamoqlarni yetib ketdik qizlarni. Men o'zim yaxshi ko'rgan tamoqlarning hammasi men uchun payz tamoq emasmi? Hamda sizlar payzga o'xshabdi, payz etib sizlar tamoqni desanglar hisobda qizlar shunami? Unda mening aytgan tamoqlarimga bir baho berib o'tamsizlar. Boy ko'ygininglardek ximeni avval ximeni turishini silib turib, azroq jug'urib oldim do'stlar. Jug'urib ximeni tindirib qo'yib, ximirim bo'g'icha saylarni axlab to'g'rib atgandan keyin qiynapam ishini topshirib yubordim-da. Sizlarning qiynapanglarimiz tamoqatga vaqtlar yordamlashamda do'stlar. Mening qiynapam qilib og'irib qolsim yordamlashdi juma. Men tunugun ko'dinglarga bir shogirishni italayman. Asli men shunga meni jabot atib ketadi mijoz yo'q deb, yana tang yordamlash boshda qilgan. Shuni bilan bugungi men qo'rdaqimni opam riyosatchilik qilib ityapti-da, anda qiling, manda qiling deb. Shuni bilan ko'ygininglardek go'shtni qo'rib, piyozlar bilan dori-darmonlar bilan qo'rib atgandan keyin bir go'sht pishqichi 20 soatda qaynatimizga, andan keyin go'sht pishib bo'lgandan keyin yangyoni silib, yangyo pishqichi orliqda mana to'piga mavo bayam tay aqilib olgan ximirimni besib tuptuglab qilib to'piga yepib qo'yman ekanda do'stlar. Undan keyin shu ximir pishqicha saqlayman ekan. Saqlag'ich orliqda nima ish qilamiz biz taranchilar? Shu tomoq qasakmi choy ichimiz qizlar. Etmisakmi choy ichimiz. Zodi bir shu kunda 3 vaqt atgan choy ichmasak zodi ko'nglimiz unmaydi emasmi? Shuna o'zim bir qo'lliq qaynonamning padisi bir itib qo'yaychi deb, "Jinim balla bu atgan choyni assam, bu shamlar tunigan kerak, yana tudg'u stil bodak qilib." Qaynonamga deb qo'ymanglar juma atgan choyning tubidan suzgich sog'inimni bo'lmasa degan xil rus tilanglab ketmayman. "Tova" deb degan nejildi kelin bo'g'ini nemish qaytamaysizmi bir choyni deb. Jinim balla atgan choyni itiman deb atgan olgan narsa emas kejimi? Zodi ish qilib men bu atgan choy olsam yo tuzkam yo bizimkam ishqi bizimiz kamda. Va buga rangi faqatlam choy didora emasda yundali dedim opamning chiroyiga qarab qo'yinglar. Nima bu deb. Tamoqlarim o'xshabdimi ish qilib balla. Qaynonamning yordamida tamoqni o'qil o'qishib oldim. Ammo chiyimning rangi qarab qattiq tilanladim da bulardan. Shuni bilan bugungi tamoqlarimizni etib yeb bo'lib, jo'zdan yig'ishtirib tursa, voy, men quruq qamayman-ku voy bugun. Tortlar keldi mana. Voy men bugun oshq mashqlar bayramini bo'l demiş tamoqni etiblam guplitib etib qolaman ekanda. Qabbaq degani tiribla ish qilib bo'ldi. Chiroyimni chiqirib aytgandim-da. Har holda men erning kesh qilib oshq mashqlar bayram esida bo'lgan ey bolla. Shuni bilan sinchoy ichib biraqur. O'tadi qizlar kechdi ziyofat qilib bir oylik ishtiri. Mana emasmi do'stlar oshq mashqlar bayram degan menda o'tkazsanglar bo'ldi emasmi? Shuni bilan ziyofatimiz tugandan keyin soz chelishni boshlab ketdik-da. Yo'ldishim ancha soz chalanmaydi do'stlar. Qiynatam ajoyib payz chaldi-ku. Shunlashqa bu yerda mening gap qilishimning o'rni yo'q. Bir mahal naq maydon qo'yib birma qiziqarli ishlar bilan juma yurak berib ko'ringlarmisa. Aşna akşamda müzikin tepkileri oldu kan.
koyu Şayda göz yıkma Nasıl digarı Ağlar yükünü Bul bana Rahmet dada eslettin kola. Kimle? Kimle esletti? Kimle esletti? Birisini esletti mao. Hazır mı şahalat bir çıkır etmesini? Yaşaklarını eslettin. Hazır kırket olsun. Küçük dede demesi kadar ki. Moşun nakşını ağlap biz hemimiz çoğunluğa moşun nakşını ağlap. Ya. Eslettin kol diyen ikinci atak. Dadam naqshini qandoq aytirdi qizlar, ammo dadam bek-bek zeytidi, biroq to'liq nusxasini chiqarib bermay qoldim. Vaqt munosabati bilan uzib kesibla chiqardim naqshini. Bu yerdan chiqarib qo'yibdi deb qolmanglar do'stlar. Mo'yim bilan naqshatga yerlarni kesib chiqarib qo'ydim. Endi biroq chiqarib tay desam, naqshi o'zi 6 minutlik naqshga emasmi? Shu vaqt uzrab ketib, iqimga ta'sir etib qolmasin deb kesib chiqardim do'stlar. Agar dadamning naqshlarini yaxshi ko'ribmizkan, payz etirkan, yana itpason deydigan do'stimiz bo'lib qolsa, yozib qo'ysanglar kelar vlogimda to'liq atgan naqsini chiqarib berman. Unda bo'lsa bugungi vlogimiz yaxshilashdi. Xayr xo'sh, aşıq məşqlar bayramınız mübarək olsun.